Voy qani voy tikening bormi seni? Voy yo'q, ma'lum siznimi tikan yo'q? Ya menikida tikan yo'q. Kimning bedinida tikan bordi ha? Yo'q, nima deytaylik gap? Nikayi bujaren? Değişen bir şey değil deysi. Voy aql, voy kishi bakimiz beyat tumanda. Chiqib baqasan. Dikkat sen bilen ojo. Bursan jutunga tikina. Bursan jutunga ko'p baqay. Yo. Bugun so'zlaydiganimiz bu tikan ya emas. Bugun dars so'zlamaymiz shu muzokara qilsanglar bo'ldi. Yürüdüm ya. İkinci Dünya Uruş mezgilideymiş şu Georgiy Hanım ve onunki eri Johnson efendinin uyga natsistlar bastırıp kirgen vaxtisi ular del bayqidek yalğandan muxtu bilib bir ölümden qutulup qalgan. Anda sizler çok reis kıldınlar mı? Kıldım. Sen ya yoktu? Yok. Yaxşı. Kan getamın şifanda ne diyor bu? Lişişin şıkı. Şuradan seçiyor. Malem. Demiş ki aeroplanın akı yandırdığına xote helikmanda dağdan su yok. Çünkü aeroplanın akı yedigende var o kendinin bağlığını bilgilonmaydı. Bexaterlik. Bakarsın. Ma'lum, nimiş hamma tonunun tepesine şu bir tal tağ bilan besib qo'ydi. Ha? Tonunu yasashga qara necha milliard ketadi degine. Tağ bilan besib qo'ymasa uni biz kim o'g'il vas qanday qilamiz? Malem, demiş ki metro etajları her qetimda santi u yoq bu yoq ketib qolmay, buttulash metro etajdan o'rkiga tushdi. Bu bek asan. Metro etashi degan erkak. Metro etash o'rki degan kishi. Shunlashqa ular uchrashib Mentik alımla aldınala metro etaş tushdiga yani mo'ljalli bilib, ondan o'rkini shu bo'yicha qulaqqa o'xshaydi. Ma'lum. Qo'pasana. Ma'lum men uzun yil tadqiq qilish orqali bir narsani bayqadim. Ha, nimani bayqadingiz? Quyosh cho'qim kunduz chiqdi ekan. Voy ya xata. Emlet quyosh kechdim chiqadi şu. Lekin kechida osmon bek qarang o'g'achqa biz ko'rolmaymiz. Ha, mana Ha. Nima kuskuldayım ya burası? Nim 5 milyon kuskus var. Nim 5 milyon. 5555 ga chiqdigan bilim bu yer. Shvab bu yerda. Qanday ekan? U vaqt qasmamış canning çeyning mush og'zini elib tek skanlasangiz mush 5 koydun 5555 koygacha 100% mukofot chiqadi deydi. Ha. Ha, ma'qul aqdigan ishdak tutdi. Jiqraq ishchan ajamning cheyni jima. Ma eg'zimdan bering. Muallim, uzun ömür kırdıqanlarning hamısı yaşanğanlar. Biyologiyalik nuqtadan elib aytganda, yaşanganlarning uzun ömür ko'rishlik sabab bo'lsa, ularning uzun yashaganligidir. Ay muallim, amsa uzun ömür ko'rishning siri zodi nima? Men shu Oxford universitetining oldida teshan satadigan bir mo'mayning bundaq deganlaridan. Mo'may deydilarki, qancha uzun yashasang, shuncha uzun ömür ko'rasan. Shunga uzun ömür ko'rmoqchi bo'lsang, cho'qim uzun yashashing kerak. Mana qanday qilsa uzun yashag'i bo'ldimi? Tuvandagi makalamiz so'zni esingda ching tut. Nafas elib tur, to'xtab qolma. Gapingizni anglab xuddi gap anglagandek bo'ldim. Qayil bo'ldim. Bu adam badanining har bir a'zosi shunday qismat. Shundalan qaysi birisini shunda sug'uriblam ichib sassa, necha 10 ming, necha 100 mingga yaraydi. Lekin hammasini bir yerga jug'lab, shu ekilib bir yerga sassa, nima ish qilib bir oyda 3500 ga yaraydi. Bu xil badanimdagi a'zolar yuz kilometr his qilib qo'yatim. Buningda qanday bir hikmatni his qildinglar? Nima hikmat? Tanlaganda cho'qim tavsiyani tanlaymiz, ayrim bo'lsak qimmat to'xtaydi.